Ot, davay ot, nimaga otmayapsan? Qara ot. Ot, sen deb hozir yutqizamiz, ot. Ana sen deb yutqizdik. Nima qilganing bu? Mayli. Ketdim men. Firmani tozalashim kerak. Xo'p, so'ngra ben bunu olamiz. Firmani tozalashga ketdim. O'sib qolgan bo'lsa kerak, anchadan beri kiymadim. Ana o'sib qolibdi-yu. Voy. Kamera qo'shilibdi. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Munshar Reza va mening yangi yana videomga xush kelibsiz. Давайте. Menga Mir telefon qilib senga anavi devdi, nimadir daraxt olib kel degan edi. 32 ta daraxt olib borishimiz kerak Mirga. Shuning uchun hali ish bor, Mirga anavi qilamiz. Tezroq bo'laylik Mirga, keyin daraxt olib borib beraman. Keyin oyligimda beradi menimcha. Bugun oyligim tushadimi qani? Bugün oyligim tushadigan kun ekan do'stlar. Bu yo'q, meniki emas. İlk balamiz do'stlar. O'zingizlarga nima gap? Yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Ana, iki bombolik endi uyga kirib hozir taporda olib chiqishim kerak. Bularni pakka qo'yib turamiz yerga. Ketdim daraxt chopib kelay. Chopamiz eshikda. İçkariroqdan chopishimiz kerak do'stlar, bu yerdan chopib bo'lmaydi. Chopib olamiz daraxtlar, bizga 32 ta daraxt kerak. Daraxtni ham chopib bo'ldik. Voy, telefon qilishyapti. Alo. Rezo, qayerdasan? Sen srochno meni uyimga kel. Ha, men daraxt chopib kel degan edingiz-ku, o'shaning uchun daraxt chopayotgandim. Hozir boryapman. Ha, tezroq kel, tezroq, bo'pti. Mayli janob. Do'stlar, men chaqiryapti srochno, nimadir bo'lgan u. Nimadir bo'lgan, yomon narsa bo'lmasin-da, nima bo'lsa ham ishsiz qolib ketaman agar oyliksiz. Ketdim. Yoki nimadir qilibmanmi Mirga do'stlar. Tezroq yur. Sandiqdan boyagi anavlarni Mirga beradigan narsalarni olamiz. Ketdim do'stlar. Nima bo'lsa ham yaxshi narsa bo'lsin-da. Assalomu alaykum janob mer. Ha, qalaysan Rezo? Ha, yaxshi. Srochni chaqirtirgan edingiz. Ha, senga sovg'am bor. Ha, mer, men qo'rqib ketibman, nimadir netosh qilib qo'ydimmi deb. Qanaqa sovg'a? Senga qarochi mashina sotib oldim. Bilasan, meni qo'lim mamlaqa bir-biriga yopishib qolgan. Shuning uchun haydolmayman mashina. Faqat sen qo'ling yaxshi, shuning uchun sen haydolasan. Shuning uchun senga mashina sovg'a qilyapman. Qanaqa mashina janob mer? U yerda yonboshida qarasang, u ham orqasida mashina turibdi. O'sha mashina senga. Rahmat. Qo'limdagi anavlarni nima qilaysiz aytgan narsalarni? Sandig'imga solib qo'y.
Xo'p, xo'p. Do'stlar, janob mer menga mashina sovg'a qildi. Ofiget, buncha ko'p pulingiz bormi, janob mer? Oba, agar olsang qo'lingni sindiraman. Xo'p, olmayman, menga kerak emas. Bo'ldi mer. Mana ularni qilib oldim. Qani endi mashinamni ko'rmoqchiman do'stlar. Mana shu mashina meniki. Videoga to'xtanglar. Va mani mashinam do'stlar. Короче, Telegramga taylab qo'yaman. Menga mashina mer sovg'a qildi. Rezo! Hol janob mer hozir. Do'stlar, janob mer chaqiryapti. Hol janob mer. Faqat bitta shartim bor. Xo'p, qanaqa shart? Qachonki men senga shaharga olib borib kelasan, xo'pmi? Xo'p, mayli. Rahmat. Arzu ayda. O'zing uyiga olding qo'yib qo'y. Xo'p, rahmat janob mer. Do'stlar, menga janob mer mashina sovg'a qildi. Qaranglar qanaqa zo'r. Как раз men yaxshi ko'radigan rang, yashil rangi. Endi minib ko'ramiz. Bismillah. Oppa, zo'r ekan, menga yoqdi. Rahmat janob mer. Endi o'zimni uyimda olay. Qoch, qoch qishloqqa. Urib ketaman. Menga oy. Do'stlar, mana qo'yib qo'yamiz. Yo'q, to'xtinglar. Qo'shnim ko'rsin, qo'shnimni. Anasi, qo'shnim havas kelsin. Menga mashina sovg'a qildi. Yo, qaranglar qanaqa ajoyib menga yoqyapti mashina, to'g'risini aytsam. Voy, mashinam. Keyingi videoda endi mashinamga garaj quramiz. Bro. Mashinam qaranglar do'stlar. Zo'r mashina, menga yoqdi lekin. Hammaga xayr do'stlar. Shu bilan menga mashina sovg'a qildi. Xursandman. Qani qo'shnimga aytay, qo'shni. Qo'shnijon, ko'ryapsanmi? Menga mer mashina sovg'a qildi. Men o'zim pulimga olmadim, mer sovg'a qildi, mer. Ha, Rezo. Nimaga shuni menga aytyapsan? Men senga maqtanmaganman-ku narsalarimni. Qo'shnim, bilmasam senga maqtangim keldi. Mayli, bo'pti, xayr. Menga qo'shnim mer mashina sovg'a qildi. Yo'qan. Mayli, uzr. Do'stlar, menga mashina sovg'a qildi. Do'stlar, hammaga xayr. Sizlar bilan men Rezo bo'ldim. Men bu mashinani hozir mazza qilib haydamasam bo'lmaydi. Hammaga xayr. Sog' salomat bo'linglar.